Hi Koreya, hi Kubis. Assalomu alaykum hammaga. YouTube videolarda Parijot Yusupov, koreys tili bo'yicha eng ishonchli ekspertiz. Bugun sizlar bilan qanaqadir temalar, mavzular yoki bo'lmasam grammatika o'rganishdan ko'ra sizni hammadan ko'ra ko'p qiziqtiradigan va men o'ylashim bo'yicha juda ham katta prosmotr oladigan mavzudagi videoni tayyorlashga qaror qildim. Ya'ni bu ham bo'lsa Koreyada qanaqa yashaganim va men o'zimni tanam bilan Koreyani qanaqa his qilganligim haqida bo'ladi. Albatta, Koreya haqida xayol qilish hammamizga yoqadi. Axir dramalarda bu narsani juda ham chuvstvenniy, juda ham ehtirosli, juda ham ko'rkam, hashamatli, juda ham mazali qilib ko'rsatishadi. Lekin aslida ham Koreya shunaqamikin? Aslida ham Koreya bu orzular mamlakati, u yoqdagi Disneyland, hamma narsa dramalardagi ertak namo, filmlardek chiroyli, estetikniy bo'larmikin yoki yo'q? Davaychi shu haqida gaplashamiz. Nimaga aynan bu temani ko'tardim va nimaga aynan men bu haqida gapiryapman? Sababi siz mendan eng ko'p so'ragansiz, ikkinchi sababi bo'lsa, men bularni hammasini boshimdan kechirganman, shuning uchun bu haqida gapirishga to'laqonli haqqim bor deb o'ylayman. Meni ko'rayotgan videodagi inson katta ehtimol bilan koreys tiliga qiziqasiz yoki meni ko'rib turib koreys tiliga qiziqib qolgan bo'lishingiz ham mumkin. Bu tabiiy, chunki Koreya hozir trendlardan bittasi. Ularni musiqasi, kulturasi, O'zbekistonda qurilayotgan ko'plab tashkilotlar, koreyslar haqidagi tasavvurimiz endi bizga begona emas. O'sha biz bilgan Tangem yoki bo'lmasam Vabank filmlari, qish sanatasini takror ko'rsak ham zerikmaymiz. Hattoki Koreyaga ketishingizga qarshi bo'layotgan ota-onangizdan hech bo'lmaganlarda bittasi bo'lsa ham men aytgan film seriallarni ko'rishgan. Va aynan shuning uchun ham biz anchadan beri xuddi koreyslarni og'aynidek yaxshi taniydigan, biladigandek tuyulamiz va bunday olib qarasa bu to'g'ri. Qolaversa, koreys tili va o'zbek tili bir-biriga juda ham yaqin turgan tillar bo'lganliklari sababli, ular ham Osiyo mintaqasida joylashgan mamlakat bo'lganliklari sababli juda katta farqni yoki bo'lmasam qanaqadir negativlikni men his qilmaganman. Lekin baribir Koreya siz o'ylaganchalik orzular shahri emas. Mana shu narsani bugun videoda to'laqonli yoritib chiqamiz. Avvalambor men bu videoni o'zingiz ota-onalaringiz bilan birgalikda tomosha qilishingizni juda ham tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim, chunki ularni ishontirish uchun ham yoki bo'lmasam ularni gumonlariga nuqta qo'yish uchun ham bu video faktlari bilan keltirilgan bo'ladi. Avvalambor keling Koreyani plyuslarini sanaymiz, chunki men Koreyada yashaganman, o'qiganman, ijod qilganman, ishlaganman va butun hayotimni, karyeramni Koreya bilan birgalikda tutashtirishga harakat qilganman. Shuning uchun ham bemalol gapiradigan gaplarim va meni yurish turishimdan ko'rinib turibdiki, Koreya menga ijobiy ta'sir qilgan. Kimga qanaqa, menga shunaqa tuyuladi. Avvalambor, plyuslar haqida sanaydigan bo'lsam, sivilizatsiya, xavfsizlik, nisbatan arzon hamda ideya ko'p. Qaytaraman, sivilizatsiya, xavfsizlik, nisbatan arzon va ideya ko'p. Endi bu nima degani? Davaychi to'xtalamiz. Sivilizatsiya so'zi miloddan oldingi nechadir yillar oldin paydo bo'lgan, lekin bu men uchun sivilizatsiyasi kuchli rivojlanayotgan davlat deyilganda, meni o'zimni tug'ilib o'sgan davlatimdan ko'ra, bu yoqqa hali yetib kelmagan, bu yoqda hali bo'lmagan narsalarni men u yoqda ko'rishim deb tushunaman. Va Koreyada rostdan shunaqa. O'zbekistonda yo'q bo'lgan narsalar, eng melish narsalardan boshlab eng kattalargacha bor. Eng melish narsalar bu nima? Любой qahvaxonaga xohlagan vaqtingizda kira olasiz. 7-24 soat ishlaydigan va insonning eng kundalik potrебностьlarini qondira oladigan narsalar tiqilib yotibdi. Odam ishtirokisiz kafelar, kutubxonalar, ma'lumotlar deysizmi? Ularning hammasi muhayyo. Men istalgan soatda, istalgan faslda ulardan hech kimni yordamisiz shug'ullana olmayman. Shuning uchun ham hamma narsani mustaqil qilishga odatlanib ham qolganman. Menga ko'chadan chiqib nimadir olib kelib berish uchun akamlarni, ukamlarni bezovta qilishim shart emas, chunki Koreyada bu narsa eshigimni tagida. Bitta telefon bilan eshigimni tagiga olib keltirishim ham mumkin. Sivilizatsiya zo'r rivojlangan. Bu eng mayda narsalarni aytyapman hozir. Eng yiriklaridan men bemalol sog'liq haqida gapirishim mumkin. U yoqda meditsina shunaqangi yaxshi rivojlanganki, men kerak bo'lsa ota-onamni ham albatta Koreyada polностью обследование qildirishni xohlayman. Eslaga ham shu narsani tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Sog'liq masalasida o'ta realni men juda ham zo'r mutaxassislarni ko'rganman va juda ham tez ishlashadi. Ta'lim sohasida ham xuddi shunaqa, hech kimdan, hech qaysi davlatdan kam joyi, ortiq bo'lsa ortiqki, kampuslari, universitetlari, Amerikada o'qib kelgan professorlar, bir necha 200-300 mingta universitetlarga ajratilgan aqr joylar, bu gektar joylar ajratilganda o'tga. Xohlagan universitetingizda o'zingiz xohlagan fakultetingizni topishingiz, bularni hammasi sivilizatsiya bo'lmay nima? Mana shu narsa uchun ham men Koreyada o'qidim, bu yerda yashadim va bundan to'laqonli mamnunman. Keyingisi, xavfsizlik. Albatta, agar odam o'ziga ehtiyot bo'lmaydigan bo'lsa,
yaxshi muhitga tushib qolmasa, xohlagan joyda sizga muammo topib berishimiz mumkin. O'zbekistonda o'zida turib ham nechta falokatlarni har kuni gazetadan, kitobdan, to есть Instagramdan ko'ramiz, to'g'rimi yo'qmi? Xuddi shunaqa. Shuning uchun chet elga chiqishda ham albatta ehtimoldan xoli emas, lekin boshqa davlatlarga solishtirganda, Yevropa, Amerika, umuman boshqa yana qaysidir sarhadlarga chiqmoqchi bo'lganman, Rossiya, bilmadim, Koreya menimcha eng xavfsiz davlatlardan bittasi. U yerda har bitta inson yo'qolib qolmasligi uchun harakat qilishadi. U yerda har bitta inson qaysi mamlakat yoki kim qanaqa lavozimda bo'lishidan qat'iy nazar davlat himoyasida, muhofazasida. Hamma joyda kameralar bor. Hamma joyda politsiya punktlari bor. Hamma joyda emergency tugmachalari bor. Hattoki tualetda ham mabodo siz yuragingiz yomon bo'lib, deb qolib, bitta bossangiz ham shunday yetib kelishadi. Doimiy ravishda atrofda ko'chalarda politsiyaskilar yurishadi, tartibni saqlashadi. Hatto men bu narsani ko'rganman. Men o'zim ko'zim bilan ko'rgan narsani aytib beraman. Men universitetimda 10 dan keyin eshik taqa-taqa yopilardi. Ichkariga kirish va o'tdagi xonani ishlatish uchun albatta sizda ID kartangiz bo'lishi kerak bo'lardi. Uni titillatmasangiz ochilmasdi va hokazo. Xullas, xavfsizlikni men to'laqonli his qilganman. Dalshi, nisbatan arzon. Bu nima degani? Chet elda o'qishni orzu qiladigan yoshlarimiz ko'p va men buni hamisha qo'llab-quvvatlaganman. Bundan keyin ham qo'llab-quvvatlayman. Xoh u Koreya bo'lsin, xoh boshqa, albatta chetga chiqsangiz, siz o'rganadigan narsangiz ko'p bo'ladi. No, men o'zim shaxsan Koreyaga ketmasimdan oldin Amerika varianti bilan London varianti ham bor edi. Amerika, London yoki Koreyaga ketish maqsadi bor edi va o'rganib chiqqanimda eng arzon, meni tishim o'tadigan davlat Koreya bo'lgan. O'shanda Amerikani anaqalarini, grantlarini yoki kontraktlarini nech pulligini aniqlab yurganimda prosta ko'zim chiqib ketgan. Nahotki odamlar shuncha pul topishi mumkin? Yana bu bitta semestr uchun to'lanadigan kontrakt. O'shanda men prosta ashshalet qilib qo'yganman-da. Yo'q, men doriga qarab, xullas maqol esimdan chiqib qoldi. Nima demoqchi bo'lganim uchun deylar. Chet elga ketishi va nufuzli joyda o'qib kelishni orzu qilayotgan libo odamga Koreya eng maqbul byudjetni, lekin shu bilan birga sifati tushib ketmagan, qiymati baland joy bo'la oladi. Keyingisi ideya ko'p dedim boshda. Nima uchun? Koreyaga borganingizda har qadamingiz estetika, har qadamingiz texnologiya, har qadamingiz yangi nimadir. O'sha yerda ko'rgan narsalaringiz bilan dunyo qarashingizni kengaytirganingizda, xoh O'zbekistonga qaytib kelganingizda ham, xoh undan boshqa davlatga immigratsiya qilib ketgan taqdiringizda ham Koreyada ko'rgan narsalaringizni ochish, kichkina biznes qurish doim sizni miyangizda bitta chetada turadi. Xoh sizni spetsialistingiz doktor bo'lsin, sartarosh bo'lsin, farqi yo'q. Menimcha ikkinchi plan hech kimga zarar qilmaydi. Qattandir kichkina mayda biznesdan pul kelib turishi ortiqchalik qilmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun aynan Koreyada men juda ham ko'p ideyalarni ko'rdim va u ideyalarni uncha-munchasi hali beri O'zbekistonga kelmaydi. Shuning uchun agar siz Koreyada borib bu ideyalarni olib keladigan bo'lsangiz yoki Koreyani o'zida o'qib yurganingizda, yashab yurganingizda ko'rib yursangiz, menimcha O'zbekistondan eng kamida 10 yil oldinda bo'lasiz deb o'ylayman. Ammo lekin biroq guruch qurmaysiz bo'lmaydi. Koreyani ham o'ziga yarasha minus tomonlari bor va balki bu kim uchundir minus bo'lmasdir, lekin men o'zim uchun zametka qilib qo'ygan minuslari quyidagilardan iborat. Odamlar boshqacha, ovqatlari hamma uchun emas, uylari juda ham kichkina, narsalari qimmat, stress ko'p. Qaytaraman, odamlari boshqacha, ovqatlari hammaga emas, uylari juda ham kichkina, narsalari qimmat, stress ko'p. Endi bularni bitta-bittalab ochib chiqamiz. Odamlari boshqacha. Siz O'zbekistonda tug'ilgansiz, sizni qoningiz shu yerda to'kilgan. Kindik qoningiz to'kilgan vatan bu. Siz o'rgangan odamlar, qo'shnilaringiz, sizni salomlashingiz, odamlarning jestlari, mimikalari, qo'l harakatlari bu siz uchun o'zi odatga aylanib qolgan narsa. Aslida esa har bitta mamlakatda odamlari boshqacha jest qiladi. Yaxshi gap gapirayotganda ham, yomon gap gapirayotganda ham, hatto biz hamma tilda rahmatni bilamiz, lekin ishoning, rahmat deyotganda 150 xil mamlakatda odamlar 150 xil mimika qiladi. Xuddi o'shanga o'xshab, men Koreyaga borganda odamlar ularning mimikalari, jestlaridan baribir qanaqadir miqdorda hayiqdim va bizani mamlakatga o'xshamaydigan odatlar ham juda ham ko'p. Odamlari qanaqadir befarq, o'zini yo'lda davom etib ketaveradigan, juda ham sovuq, introvert bo'lib tuyulgan menga. Hatto men o'zim ekstrovert bo'lib birinchi borib odam qalbini taqillatishga qanchalik harakat qilmay, meni prosta tup ignor qilib yuborishgan. Yoki bo'lsam bitta semestr o'qigandan keyin kursdoshlarim prosta meni cho'rniy qilib yuborishgan. Men hattoki aybim nimada ekanligini ham bilmaganman. No, keyin yashab bilganimda koreyslarning prosta shunaqa tortinchoq odati bor va ular ma'lum bir jarayonda yurgan vaqtingizda, birga shu jarayonni aylanayotgan vaqtingizda siz bilan bo'ladi, dalshi yo'q. Kimgadir bu narsalar nabrot ma'qul tuyulishi mumkindir, kimga qanaqa. Lekin men bitta bog'langan zanjirlarni qancha uzoq olib ketsa, shuncha yaxshi deb o'ylaydigan odamlardan bittasiman. Qolaversa, menga o'ta befarq odamlar yoqmaydi, chunki men o'zim hayotga nisbatan va jamiyatga nisbatan befarq odam emasman. Hattoki bu meni muammoim bo'lmagan taqdirda ham. Lekin Koreyada prosta odamlarning siz bilan ishi yo'q. Yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham, yordam kerak bo'lgan vaqtda ham, xullas va hokazo. Menimcha nima demoqchi bo'lganim uchun deylar.
Dальше ovqatlari hammaga emas. Hatto men o'zim koreys tilini shuncha yildan beri, 12 yildan beri o'rganib, shuncha yil Koreyada yashab, ovqat masalasidan umuman qiynalmaganman. Chunki menga achchiq ovqatlar, koreyslarning lapshalari, umuman koreyskiy ziravorlar hammasi yoqadi. Lekin degan tomoni bor, uyda o'zim домашний ovqatini yeb yurgan, qanaqadir go'shtlar, yog'li ovqatlar, kaloriyali ovqatlarga o'rganganlarga yoki bo'lmasam prosta ko'chaga chiqqanda yangi narsani eksperiment qilishdan qo'rqadiganlar bo'ladi-yu. O'shanaqalarga Koreya unaqa fantaziya joy emas va u yerda ma'lum bir yeydigan mumkin bo'lmagan narsalaringiz bor va agar siz ovqatga nisbatan injiq odam bo'ladigan bo'lsangiz, realni qiynalasiz va bu narsa ko'rinishidan, eshitilishidan kichkina narsa bo'lishi mumkindir, lekin bu bizning hayotimiz. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan energiya manbaini ovqatdan olamiz. Agar ovqat uzildi, kesildi, o'zgardi degani bu xohlasangiz xohlamaysiz sizning miyangizga, gormonlaringizga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi va jizaki bo'lib qolish, arzimagan narsaga xafa bo'lish, depressiya, stress olish juda ham oddiy bo'lib qoladi. Juda ham oddiy. Ya'ni sizning immunitetingiz bu narsani ko'tara olmaydi. Mana shu narsaga ozgina e'tiborli bo'lishingiz kerak deb o'ylayman. Keyingisi uylari juda ham kichkina. Men Koreyada o'z oila yashayotgan odam sifatida uy arendaga olishim, o'qishga qatnashim, ishlashim kerak bo'lgan, lekin O'zbekistonni puliga men Koreyada prosta qanaqadir kataleyni olganman. Prosta to'r burchak joy, necha kvadrat metrligini ham bilmayman. Prosta meni kalavotim, shkopim bo'ldi. Hattoki derazasi yo'q bo'lgan uylar ham Koreya uchun обычный hol. Bizda hovlilarga o'rgangan, ertalab turib supurgan, 3-4 ta daraxt ekib qo'ygan odamlarga yoki hech bo'lmaganda domini tagida katta plashatkalari bor insonlarga bu narsa yuragini yaxshigina siqadi. Qanaqadir o'rganishinglar qiyin bo'ladi va eng muhimi shu kichkina uy ham palon pul bo'lsa, siz prosta "Va men bu yerga nimaga keldim?" deb qolishingiz mumkin. Lekin bundan xavotir olmang. Takka Koreya O'zbekistonga nisbatan 4 barobar kichkina davlat bo'lganligi va aholisi 2 barobar ko'p bo'lganligi uchun ham u yoqda uy, joy, yer tanqisligi hamisha bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. O'shaning uchun ham u yoqda arzimagan kichkina joyga katta pul to'lash, o'zingiz xohlagan prostranstvani hosil qilib olmaslik kabi narsalar bo'ladi. Agar siz kattaroq, chiroyliroq joy xohlasangiz, tabiiyki uni arendasi qimmatroq bo'ladi. Bu yoqdan nimadir ipini tortishingiz kerak. Agar siz kam chiqimroq joyda yashayman deydigan bo'lsangiz, bu yoqda endi uy, yurist qilishingiz, qilmasligi degan narsalar bor. Mana shu tomonlarga e'tiborliroq bo'lishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi narsalari juda ham qimmat. Hatto bilasizmi, Toshkentning narxlariga solishtirganda Koreya bilan, Seul bilan Toshkent narxlari deyarli bir xil, lekin u yerda olinadigan oyliklar har xil bo'lganligi sababli men bemalol Toshkentni ham qimmat davlat deyishim, qimmat shahar deyishim mumkin. Va Koreyada bo'lsa haqiqatda hamma narsa qimmat. Masalan, men aytaylik, O'zbekistonda bitta odamning oyligi $100, $200 bo'lgan paytda koreys tilini o'rganishni boshlaganman. Davlat tomonidan beriladigan oylik hali ham shunaqa, 3 million, 4 millionmi? Shunaqa, pulga chaqsiz, dollarga chaqsiz 250, 300, maksimum $400 olar. Endi tasavvur qiling. $400 oylik oladigan davlatdan borib, men Koreyada yashayapman-da, u yerda bitta kofeyim $4. Ovqatim $16. Bitta semestr o'qishim $4000. Men tushunolmayapman, nima bo'pti bu yerda? Qanaqa topaman u pulni? Qanaqa ishlataman? Qayerdan olib turaman? Xullas, mana shu narsa juda ham ko'p siqib qo'yadi. Tabiiyki, u juda ham katta shahar, men qoq markazidaman, hamma narsa 2 barobar qimmat, ko'zni o'ynatadigan narsalar ko'p, kiyinish kerak, yeyish kerak, ichish kerak, sug'urtaga to'lash kerak, telefonga to'lash kerak. Yana siz bilan qanaqadir baxtsiz hodisa bo'lish bo'lmagandan qat'iy nazar o'zingizni straxovkaga olib qo'yishingiz kerakmi? Kerak. Ularning hammasiga pul kerak. Mana shu tomondan men narsalarni bemalol qimmat deb aytishim mumkin va bu sizga agar shustrik bo'lmasangiz, yaxshi tayyorgarlik ko'rgan bo'lmasangiz, nobod ostiga endi ota-onangizdan pul so'ramaysiz-ku, nobod ostiga qiyin vaziyatga tushib qolsangiz, ota-onangiz o'sha vaqt qo'llab oladigan bo'lmasa, ozgina qiynalib qolishingiz mumkin bo'ladi. Tim bo'l introvert bo'lsangiz. Dalshi, stress ko'p. Nima uchun stress ko'p? Nimaga bu gap hamma aytadi? Sababi Koreya davlatini o'zi ichiga kirib borganingizda odamlarning o'zi stressli. O'tiga hayot stressli. Hamma juda ham tez qiliq qiladi. Hamma juda ham tez движение qiladi. O'zbekistonda siz bemalol, boshingiz tepasida tomingiz bor. Qarasangiz, ana o'rtog'ingiz ham yalpay yotibdi, o'qishga kirmadi, bu yil nima qilibdi? Keyingi yil qachondir uylanaman, ergitayman, bo'lsa bo'lar, bo'lmasa yo'q deb yuradiganlar afsuski juda ham ko'p. Lekin Koreyada qilish kerak, bajarish kerak, yeyish kerak, ichish kerak, topish kerak, sug'urta to'lash kerak. Xullas, bu oddiy odam qiladigan ishlar. Oddiy odam qiladigan ishlarni o'zi hamma narsani vaqtida qilish kerak, hamma narsani tushunish kerak, kompyuter bilan ishlash kerak, boshqa texnologiyalarni bilish kerak, magazinga kirganda to'lash usullari har xil boshqacha, yana o'ta hammasi koreys tilida. Tushunyapsizmi nima? Ya'ni bu yoqda odamlar, mashinadan misol qilib keltiraman, 40, 50, 60 ta tezlikda yursak, 40 почти ko'pchilik yuradi.
50 уже nimadir sezyapti. 60 mehnatsevar odam, 100 ga chiqqan odam уже millioner. Nima uchun? Ko'p harakat qilyapti. A вот Koreyada hamma kim bo'lishidan qat'iy nazar 120 tezlik bilan yuradi. Nimaga unaqa? Agar 120 tezlikda bosmasa, uni ustidan bosib ketishadi. Zo'r bo'lish uchun 200 bo'lish kerak, lekin 200 ko'pchilik qila olmaydi. 0.01% odam qila oladi. Mana shuning uchun ham men Koreyan bemorlar stressi ko'p davlat deyishim mumkin. Gapim oxirida nima demoqchiman? Qiyin, lekin bu imkonsiz degani emas. Hamma joyda tanlov bor. Hamma narsada eng muhimi sizni tanlovingiz, siz o'sha narsaga qarashingiz. Balki hozir videomni ko'rib kimdirlar qo'shilar, kimdirlar qo'shilmas, lekin men aynan o'zimni boshimdan o'tgan va men qiyin deb bilgan, stress deb bilgan, minus deb bilgan narsalarni oldinga olib chiqdim. Agar siz mashinalar orasidan qaysidir temaga chuqurroq kirishni xohlasangiz, albatta kommentariyada bildiring va Koreyada yashayotganlar, sizlarning ham fikringizni kutaman. Faqat men shunaqa eshikda ishlab qiynaldimmi yoki sizlar ham shunaqa bo'lganmisizlar yoki hozir ham shunaqami? O'sha haqida iltimos ko'proq ma'lumot bering va yana bitta muhim fakt, chetga chiqqaningizda xohlasangiz xohlamasangiz qiynalasiz. Bo'ldi, zakon yo'q, bo'ldi. Mana shu tochka. Xohlasangiz xohlamasangiz qiynalasiz, stress olasiz, yig'laysiz, ozgina depressiya bo'lasiz, begona stressiz va hokazo. Hammasi bo'ladi. Faqat menda shunaqa bo'lyapti, meni Xudo jazolayapti degan narsani miyangizda просто sakchil qilib yuboring, delete qilib yuboring. Просто qiyin и всё. Bu bo'lish kerak bo'lgan narsa. Tamom. Uni hal qila oladigan muammo deb qarash, o'tib ketish. Hammasi o'z qo'lingizda. Men o'ylaymanki, уже bu videoni ko'rayotganlar, o'ziga ishonganlar, Koreyani yaxshi ko'radiganlar va albatta Koreyaga borish niyati bo'lgan insonlar. Men bordim, ko'rdim, qiyin yashadim, lekin hammasi yaxshi bo'ldi. Siz bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Aytganimdek, kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni kuting, men ularni yozing, intizorlik bilan kutib o'qiyman va keyingi videolarimni ham albatta tomosha qiling, chunki bu videolarni qilishda realni sizlarning motivatsiyalar menga eng katta yordam bo'ladigan narsa. Qancha ko'p prosmotr bo'lsa, qancha ko'p layklar bo'lsa, qancha ko'p kommentariyalar bo'lsa, qancha ko'p ulashuvlar bo'lsa, menda yangi ideyalar qaynab kelaveradi. Men besamar ish qilmayotganimni tushunib yetaman. Eshitganingiz uchun rahmat. Video sizga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Kommentariyadagi sizni yozganlaringiz balki meni keyingi videoyim asosiy mavzusi bo'lar. Shuning uchun yozishni sizdan chiqaring. Annyeong.